pulli yo'lda talabi bor. Eng kam skalosuv tezligi 120 km/dan kam bo'lmagan holatda degan joylar bor. Lekin yo'llarda holati umumiy holatda oladigan bo'lsangiz bizga o'rtada. Sababi Farg'onada siz aytgan ikkita katta yo'llar yangi bo'lishi mumkin. Bular Anjomdan keyin qurilgan yo'llarda, xalqaro yo'llarda yo'l o'qidan 57 metr. Go'shtim jurnalida Ozodbekman, jurnalist. O'zbekiston yo'llari xususiy bo'lishi kerakmi? Rahbar sifatida fikringiz qanday? Boshqarma boshlig'iga savol. Pulli yo'l bo'lishi kerak. Pulli yo'l qanday? Pulli yo'l bo'lgandan keyin yo'lida albatta yo'l bo'ladi. Pulsiz yo'llar bo'ladi, parallel. Sababi pulli yo'l qo'shib talabi shunday. Chunki bu pulli yo'lda yuradigan aholi bor. Menman degan rivojlangan davlatda pulli yo'lda yo'lida pulsiz davlatga yo'li bo'ladi. Pulli yo'llar nima uchun kerak? Pulli yo'llar vaqtda tejash uchun. Bizdan koridorlar, bu yerdan Hindiston, bu yerdan Tojikiston o'tadi. Mana Xudo xolasa men Andijonga ham eshitgan bo'lsanglar kerak, va Xonobodga pulli yo'l quramiz, viloyat hokimimiz mana Xitoy bilan ham pulli yo'l qilyapti. O'sha yerda logistika markazi quriladi. Xonobodga. Logistika markazi qurilgandan keyin hamma Xitoydan kelgan yuk o'sha Xonobodga tushadi. Undan buyog'iga mashinalar taqiydi. O'zbekistonda tomonda o'sha Qoraqalpoqqa, Qozog'istonga ham, Tojikistonga ham, narigi to'liq yuk mashinalarida taqiydi logistika. Ana o'sha paytda birinchi etapda qanaqa yuk kelishi bor. Vaqtdan yutish. Biz hozir mana bekarga aytgan 670 yo'limizni remont qilyapmiz. Hali remontiga yetmasdan, oxiriga yetmasdan qayerdadir yana svetofor so'raydi. Qayerdadir peshobon so'raydi biz yana. Bilasizmi? Oxiriga yetmasdan. Bunaqa qilib hozir Bo'stondan Xo'jaobodga borguncha 1,5 soat vaqtingiz ketadi. Lekin pulli yo'l qiladigan bo'lsangiz, kerak bo'lsa yarim soatda bo'ladi. Pulli yo'lda talabi bor. Eng kam skalosuv tezligi 120 km/dan kam bo'lmagan holatda degan joylar bor. Yo'l obязательно kerak. Ba'zi do'kon va savdo qiluvchi xizmat ko'rsatadigan joylarda katta yo'l bo'ylariga qurilgan do'konlarga duch kelamiz, o'sha katta yo'l bo'ylarida. O'shalarda himoya mintaqasi qancha bo'lishi kerak? Xalqaro yo'llarda yo'l o'qidan 57 metr. Davlat xalqaro avtomobil yo'llarida 57 metr. 2025-dekabr oyida Kosmos degan mashg'ulot bo'ldi. Qachon, qayerda, nechinchi yil qurilgan do'konlarni hozir kadastrlarga beryapmiz. Noqonuniy qurilmalar. Bular endi bu bo'yicha ish olib boryapti. Siz aytishingiz mumkin. Mana 3 yil oldin qo'ygan mana yo'lda bo'lgan bu narsa. Yo'q, u qaytadi hozir. Pulli yo'ldan olib orqaga qaytadi. Hammasi misol buzilib, noqonuniylar bo'lsa tuziladigan usullar, yo'l mintaqasi ochiladi. Xizmat safari yoki biror ish bilan o'zingiz misol uchun qo'shni viloyatlarga o'tgan bo'lsangiz kerak, Andijon yo'llarini, misol uchun Namangan, Farg'ona yo'llaridan farqi qanaqa? Ya'ni hozirgi Andijon yo'llari qo'shni ikki viloyatni yo'llaridan holati qanday? Farqi birinchi o'rinda yo'lni nimasiga bog'liq. Misol hududni geologiyasiga ham bog'liq. Qayerdadir qumli zona, qayerdadir toshli, Farg'ona, Namangan, atirlik zonalar, bu toshlar, toshli zonalar. Bizda yo'lni buzilish holati ham ko'p bo'lishi mumkin. Sababi bizda suvli joylar ko'p. Ularda toshli joylar. Misol Farg'onaga yo'liga yursangiz, 20 yil misol toshlarda Adirdan yurasiz, mana Quvadan chiqib ketib, qayerga yurasiz. Lekin yo'llarda holati umumiy holatda oladigan bo'lsangiz, bizga o'rtada. Ikkovining o'rtasida. Uchta viloyatga baho bera olasizmi? Uchta viloyatga baho beradigan bo'lsangiz, uchovini o'rtasida. Deyarli bir xil hozir hamma viloyatda yo'llar. Deyarli hamma viloyatda bir xil. Sababi bir xil dastur, yo to'g'ri, kimdir endi misol bitta ikkita uchta yo'lni olish mumkin. Lekin siz u yerda yashaysiz, siz ham uni kichik hududlariga borsangiz bilasiz-da uni. Uni tashqarida yurgan, misol ko'proq aylangan biz borsak, asosiy o'zimiz yo'nalish bo'yicha qayergadir boramiz-da. Endi biz borib turib, yo Quvasoyga, yo So'xga bormaymiz-ku. Yo So'xda bir chekka qishlog'iga bormaymiz, boshqa qilmaymiz-da. Umumiy oladigan bo'lsa, qolgan yo'llarni oladigan bo'lsa deyarli bir xil. Sababi Farg'onada siz aytgan ikkita katta yo'llar yangi bo'lishi mumkin. Bular Anjomdan keyin qurilgan yo'llar-da. Misol birinchi Andijon viloyatida 2010-2009 yilda Navoiy prospekt,
Amir Temur, misol O'zbekiston ko'chalari hali Farg'onada u narsalar yo'q edi. Namanganda yo'q edi. Birinchi qurilgan yo'llar ishlar. Andijon viloyatida mana O'zbekiston ko'chasi ochilganda, O'zbekiston Respublikasida birinchi bo'lib Andijonda ochilgan O'zbekiston ko'chasi. Bino inshootlari ham boshqasi hamma yoqqa namuna bo'lgan. Bundan kino ham olishgan, bunday qo'pol qilib olishganda bizniki endi ikkinchi etapga o'tyapti. Ikkinchi etapda endi biz qurishni boshlaymiz. Bular undan keyingi qurilgan yo'llar. Sizga ko'zingizga shunaqa yangi o'xshab ko'rinishi, boshqa bo'lishi mumkin. To'g'ri? Misol markazlarda farq bo'lishi mumkin. Lekin umumiy holatda oladigan bo'lsak,